berilgan mana o'quv markazi rahbarlari tomonidan berilgan savollarga Dildoraxon judayam zo'r qilib faktlar bilan ochib berdilar. Ustozimiz Dildora Sulaymonova judayam qimmatli, tengsiz bo'lgan bilimlarni ulashdilar. Bugungi uchrashuvimiz foydali va manfaatli bo'ldi. Bitta yo'nalishda bo'lsak ham hammamiz har xil vaziyatlarni ko'rib chiqish oqibatida o'sha ko'rib chiqqanimizda kelajakda kutilayotgan ayrim masalan xavflar, xatarlar yoki o'zimizning yutuqlarimizni men ko'rdim. Bugungi uchrashuv men uchun motivatsiyaga boy bo'ldi. Menimcha keyingi hafta, keyingi shanbagacha yetadigan motivatsiya oldim.